Assalomu alaykum. Qadrli aka-ukalar. Zamon kafemiz ochilishiga mana ustoz san'atkorimiz Mamasliq akami hamda mana ustozoda san'atkor Muhriddinni mana iminli taklif qilganmiz. Mana shu ochilishda bir ishtirok etib, bir chiroyli hangomalar qilib beringlar deb chaqirganmiz. Rahmat. Ustoz, xush kelibsizlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Aziz shinavandalarga, aziz mehmonlarga endi bir xabarini berib qo'yishimiz kerak bu kafeda. Mana Qorasuda Xonavut tomonga yurishingiz bilan Jannat bog'idan o'tishingiz bilan o'ng qo'lda Zamon milliy kafesi. Zamon milliy taomlari koshonasi ochilgan. Bo'randalarni taklif qilamiz, mazza qilib kelib shu yerda ovqatlanib ketishsin. Eng lazzatli taomlarni shu yerda topasiz. Albatta, yana bitta qulaylik tomoni bor ekan. Qanaqa qulaylik tomoni bor? 1089 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, tezkor taksi bor. Yashang. Olib kelib Zamon qo'yadi. taksisida. Zamon taksisi. Manzilga olib kelib qo'yadi. Xolingiz vaziyatda yana qayerdan chiqqan bo'lsa, o'sha yerga olib borib qo'yadi. Bugun qo'yni olsa shu yerga kela olasiz. Aytgan lazzatli taomlaringiz bor. Rahmat. Bu kafeda qilgan do'stlarimiz mendan so'rashyapti, shogirdingiz Muhriddinjon ishtahasi qanaqa deb, ishtahasi yaxshi. Ikkita erkakni yurib dedi. Ulug'bek ham to'g'ri bachakalar ham deyapti. Ulug'bek ham mendan so'radi. Mamasliq aka ishtahasi yaxshi o'xshayapti. Qanaqa osh yedi dedi. Bojagam oshni qo'lida yeydi. Har zamonda artadi dedim. Yaxshi zo'rlasangiz artib olaveradi dedi. Yaqinda Muhriddinjon Andijonga boruvdi. O'zim bozor qilib Andijonda osh qilib berdim. Rosa maza qildik. Maza qildim. Xonavotda o'tgan hafta ham osh qilib berdim o'zim qo'lim bilan. Xonavotdagi osh yaxmadi shekilli yozilmadi. Nimaga? Hammasiga Xonavotda osh ham yaxshi o'tdi-yu, Andijonda qilgandaqa qila olmadingiz deydi. Endi Mamasliq aka hozir turgan joyimiz Sultonobod shaharchasiga qaraydi. Shunaqami? Bugun maza qilib osh yeysiz. Qo'y yo'q, qo'y go'shti Ulug'bek ham osh qilib beradi. Salomat bo'lsin. Andijonga borib maqtanib yurasizlar. Nima deb? Ulug'bek hozir Sultonobodda qirg'in og'zimda qoldi deb. Siz ham bugun biriga shoshilib ketdik olmaymi Muhriddinjon? Nimaga? Mazza qilib shu yerda lazzatli taomlardan yeymiz. Mana shu yigitlarni oldida o'tirasiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Hammalaringlarni Zamon milliy taomlari kafesiga tashrif buyurishinglarni iltimos qilamiz.